bizni Suxonjon akani oldilariga keldik. U odam ko'p yil shu sohada o'z shogirdlarini chiqarib, ko'p ma'lumotlar elga tarqatib kelganlar. Qani bir suhbatlarini olaylik. Suxon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir o'zingizni tanishtirsangiz. Men Sattorov Subhon Boboqul. Mana shu Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining dotsentiman. Qorako'lchilik sohasi bo'yicha olimman, ilmiy ishlar olib boraman. Hadisda yozilgan: savdo qil, savdo qil, savdo qil. Oydaning 10 dan 9i savdodadir, bittasi chorvadadir. Meni tilimda aytganda, savdo qil. Olmadingmi, demak chorva qil. Baraka chorvadadir. Boshqa birorta bir kasbni yoki mutaxassislikni aytmaganlar. Maşallah. Qo'ychilikka kelsak, qo'ychilik haqiqatan ham hozir O'zbekiston chorvachiligining eng asosiy tarmoqlaridan bittasi. O'zbekiston xalqi uchun chorvador xalq. Bu yerda asosan hisob-kitob tizmasining ikki tomonida bu xalq seleksiyasi bilan yaratilgan zot bu. 250-300 kilogrammgacha tirik og'irlik qilgan degan manbalar bor. Buni yaylovda boqayotgan guruhlari bor ekan, mana yaylovda boqayotgan. Va uy sharoitida boqayotganlari bor. Uy sharoitida boqayotganlar misol uchun yirik, dummasi katta, u yaylovga chidama. Yaylovda ham misol uchun tekis yaylovlar bor, tog' oldi hududlardagi. Va tog'li hududga moslashganlari ham bor. Mana Surxondaryodan kelgan u dummasi misol uchun osiq emas, dummasi tortilgan, asosan gavda tana tizilishi yaxshi rivojlangan qo'ylarda. Ular toqqa bu asosan bahorda pasta boqganing bilan o't qurigandan keyin, may oyidan keyin bular toqqa haydaladi bular. Hamma joyda ham, Surxondaryoda ham, Qashqadaryoda ham, o'zimizda bo'lsa ham endi bu tog'da hayvonida, bu Tojikistonda ham xuddi shunday. Bu yuqori tog'da boqilayotgan zotda, chunki yaylov oziqasining hammasini yaylovdan oladi. Qo'ldan olmaydi. Qo'ldan boqib bersang u effekt bermaydi. Bitta savolim bor edi. Mana hozirgi paytda endi qog'oz gapiradi, hujjat gapiradi. Bu zotlar, ya'ni xisori zotlar SSSR paytida patentlashtirilgan. Ya'ni juda katta bir davlat bo'lgan paytda bu patentlashtirilgan. Demak, SSR parchalanib mustaqillikka erishganimizdan keyin bizni diyorimizda mana shu xisor qo'ylar patentlashtirilganmi, yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Xisor zot deyilishiga sabab, xisor zot deb patentlashtirilgancha yoshi katta ota-bobolarimizdan so'rashingiz mumkin, 80 yosh undan yuqori odamlar bu qora qo'y deyilgan bu. Qora qo'y deyilgan. Qora qo'y deyilgan. Xisor deyilmagan. Qora qo'y deyilgan. Qora qo'y deyilgan. Semizlikni deydi, qora qo'y ham ko'tara olmaydi deydik, ota-bobolardan qolgan gap, o'sha ota-boboladan qolgan gap bu. Xisori deyilmagan. Sovet ittifoqi bo'lgandan keyin 24-25-yillarda O'zbekiston shu Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga qo'shilgandan keyin birinchi bo'lib Xisor naslchilik stansiyasi ochilgan. Xisor qo'ylari. Xisor bu Tojikistonda territoriyasida hozirgi. Endi buni har xil talqin qilish mumkin, lekin bu fakt bu. Endi o'sha payt Buxoro xonligi bo'lgan. Ular Buxoro G'uzor bekligiga qaragan o'sha davrlarda bular. O'sha tomonlar. Surxondaryo, Qashqadaryo, shu tomonlarda. Bu tarix bu. Buni oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Tushunadi. Chunki o'sha Xisor tog' tizmasida yaratilgan o'sha ota-bobolarimiz, o'sha payt yaratilgan qo'ylar, lekin Sovet ittifoqi kelgandan keyin Gisarskiy Госплем рассадник deydi. Gisar naslchilik, qo'ychilikka ixtisoslashgan naslchilik stansiyasi quriladi. Shundan keyin o'sha hududdagi zotlar nima qara qo'y desa, yo'q, что такое qara qo'y deganda o'rislar. Это же Гисарский племзавод. Это же Гисарский племстанция. Поэтому надо этого барана назвать Гисарский породы. Qora qo'y emas. Qora qo'y emas, da. Ota-bobolarimizda hozir ham 80 yoshga kirgan o'sha hududlar, mana Qashqadaryo, Surxondaryo, mana Samarqand, Buxoro, Navoiy, so'rangda buni qozoq qo'y deydilar-ki. Qozoq qo'y. Yoki deydilar qara qo'y deydilar. Boshqalar qara qo'y deydi. Qara qo'y, qara qo'y. Xuddi hozir mana misol uchun hozir Arashan deyaptilar, Arashanga da'vogarlik qilyapti ular zot deb. Mana gruppada bor, ko'rsa qulog'i 23 sm. Bu hech narsa ahamiyati yo'q, qulog'i 23 sm bu. 30 sm quloq ichida. Mana shu savolim bor edi, yana bitta qo'shimcha, rahmat. Ko'rgazmalar ko'p joylarda tashkillashtiryapti. Shu ko'rgazmalarda qo'ylar bir-biri bilan raqobatlashadi. Ana o'shunaqa raqobatlashayotgan paytida nimasiga e'tibor berish kerak? Masalan, uni bo'yigami,
uni vaznigami, og'irligi nazarda tutilyapti yoki uni uzunligigami yoki misol uchun qulog'i uzunligigami? Masalan, men ochig'ini aytganda yaqindan misol uchun bu paydo bo'lgan qulog'iga e'tibor, u qulog'ini hammamiz misol uchun kesib tashlavoramiz deb o'ylardim. Lekin shu narsani bildim, ajdodlarimiz ham haligi aytishgan ekan, qo'yi oladigan bo'lsang, qulog'i uzunidan olgan deb. Buni nima qanaqa bir haligi ahamiyati bor? Bunga nima aloqasi bor? Birinchi uni zotdorligiga. Zotdorligi nimadan kelib chiqadi? Birinchi misol uchun uni tirik og'irligi, gavdasini mana qarchig'ay balandligi, dumg'aza balandligi, dummasini shakli. Osilib qolganmi, tikka turadimi? Tortilgan bo'lishi kerak dummasi. Hozirgi paytda mana dummaga bo'lgan talab qandaydir bir pasaygandayda. Qassoblar 35 kilodan yuqori go'sht beradigan qo'chqorni olmaydi. Oldin bundan bir 20 yil yoki 15 yil oldin dumma 10 ming, 20 ming qimmat turardi. Xolesterin ko'p yoki uni ta'siri bizning hududimizda u xolesterinsiz baribir yashab bo'lmaydi. To'g'ri. Menimcha siz ham mana o'sha dumbani ketidan katta bo'lganmiz. Albatta, uni yemasang sog'inasan odam. Hozir dumba yemayotganlar hammasi poliklinikada. U xolesterin hujayralarni yadrosidagi o'sha mitokondriyaning asosiy energiyani o'sha aynan xolesterindan oladi. Bu energiya manbai u. Shu menimcha dori-darmon sotadiganlar shu narsani targ'ibot qilgan shekilli dumba yemaylar deb. To'ppa-to'g'ri. Chunki u aptekachilar shuni targ'ibot qilsa, uni dorisi yaxshi ketadi. Shuning uchun ham shunday u targ'ibot qiladiki, yemanglar buni kasal bo'lasizlar. Bu bizning gapimiz emas, bu olimning gapi mana. Bu keyingi ko'rsatkichlari misol uchun qulog'iga kelyaptilar. Endi to'g'ri, qulog'i bu zotga yoki uni mahsuldorligiga hech qanday ahamiyati yo'q. Haligi darddoshlar uchrashib qoladi-ku. Ular suhbati tugamas ekan. Albatta hech qachon. Men mana Buxoroga ham bordim. O'sha borgan kunimiz ertalab soat 4 gacha gaplashib chiqibmiz. Haligi darddoshlar yig'ilib qolsa-chi, gap tugamas ekan. Hozir siz bilan bo'lgan suhbatimiz ham tugamaydi. Albatta. O'shanga biz hozir yakun agar yasasak, hozir qaramoqman atrofga odamlar yig'ilib qolyapti. Qo'ylarga hech kim qaramayapti. Bizlarni eshitib turishdi. Xudo xolisa suhbatlarimiz yana davom etamiz. Agar mana shunaqa ko'rgazmalar butun O'zbekistonni burchaklarda, hamma yoqlarda o'tkazilib, keyin shu ko'rgazmalarning g'oliblari, keyin poytaxtda yig'ilib turib O'zbekiston, Qoraqalpog'iston bo'yicha eng zo'r qo'chqorlar kimiki aniqlanib turib, albatta u moddiy qanaqadir rag'batlantirilsa, yaqin orada albatta bizni chorvachiligimiz, xususan mana shu qo'ychiligimiz shunaqa cho'qqilarga erishadi. Buni tasavvur ham qila olmaysizlar. Chunki bilasizmi, mana bu qo'chqorlar o'zini ishi bilan shug'ullanishi kerak. Hozir bu ko'rgazmaga kelib o'zini ko'rsatish kerak emas. Hozir qochirim mavsumi. Ko'proq bahorda uyushtirish kerak ekanda, bahor yoz bilan. Rahmat. Qarako'lchi sifatida Qarako'l qo'yi to'g'risida bir ikki og'iz aytishim kerak. Aytmasam bo'lmaydi. Chunki men shu Qarako'lda nonini yeb shu darajaga yetganman. Qarako'l O'zbekiston 3 ta dunyoda yetakchi bo'lgan qo'yni vatani. Hisor zoti dunyoda eng yirik zot. Joydari yo 3-o'rinda turadi. Joydari o'zimiz mana Jaydari. Yo'q, Jaydari qo'y. Jaydari qozoq qo'y deyiladi. Xalq tilida. Jaydari qo'y. Joydari. Bu zot bu. Jaydari zoti. Va dunyoda yagona Qarako'l zoti. Buning vatani O'zbekiston. Qarako'l qo'yi o'sha Buxoro vohasida Qorako'l tumani atrofida yaratilgan, shuning uchun Qarako'l deb nomlangan. Oldin ko'l bo'lgan u tuman. Shuning uchun 3 ta dunyodagi mashhur qo'yning vatani bu Qarako'l, O'zbekiston. Shuning uchun faxrlansak arziydi. Qarako'l qo'yi dunyoning 50 dan ziyod mamlakatlarda uchishiladi. 50 dan ziyod. Hammasi shu Buxorodan ketgan. O'zbek Qarako'l, Buxara Qarako'l deb aytiladi, nomlanadi hozir ham. Yevropa deysizmi, Afrika deysizmi, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika. Faqat Qarako'l qo'yi Oy bilan Marsda yo'q. Qora qo'ng'iz ham bolasini oppog'im dergandi. Mana shunaqa maqtab o'tiraveramiz o'zlarini qo'ylari. Yo'q, aka, oyni etak bilan yopib bo'ladimi? Otib bo'lmaydi aka. Bu o'zimizning zotimiz. Maqolga maqol bilan javob beradi. Endi ilmiy xodimlar-da. Chorva bilan shug'ullangan odam demak hech qachon xor bo'lmaydi. Mutaxassis.
Akajon Alloh sizga razı rahmat, sog' bo'ling, Xo'p, salomat. yaxshi ko'rishing. Mana xursand bo'ldim. Rahmat. От души, nima deydi? Chin ko'ngildan bilan birlashib oldik. Rahmat. Rahmat akajon.